Qadimgi tabobatda aytilishicha, qovun urug'larining mijozi birinchi darajada issiq, ikkinchi darajada ho'l. Yeganda jigar og'zini ochadi, siydikni haydaydi. Buyrak, ichak, miyani yot moddalardan tozalaydi. Jinsiy quvvatni oshiradi. Issiq yo'talni, tananing yuqori haroratini davolaydi. Chanqoqni bosadi. Ko'zdagi shish va ko'zning boshqa kasalliklarda yuzaq qo'llaniladi. Urug'ni iste'mol etish me'yori 7 grammdan 17,5 grammgacha. Qovun urug'lari yanchilganda hosil bo'lgan sut ko'krakdagi og'riqlarni tinchlantiradi. Siydik pufakdagi yallig'lanishlarni davolaydi. Sutni ko'paytiradi. Urug' suti siydik ajratish a'zolari va jigarga ta'sir ko'rsatuvchi giyohlar ta'sirini kuchaytiradi. Qovun urug'larining suti achitqi bilan ishlatilsa, yuzdagi sepkilni ketkazadi. Tojikiston tog'li xalqi qovun urug'ini sochni yuvish vositasi sifatida qo'llaydi. Ushbu vosita sochni silliq qilib, qasg'oqlarni ketkazadi. Tajribalarda bu o'z ta'sirini topgan. Yangi kesilgan qovun urug'ini atrofdagi shilliq moddasi bilan birgalikda boshga suriladi. 30 daqiqadan so'ng issiq suvda yuviladi. Agar quritilgan urug' bo'lsa, avval issiq suvda ivitib, keyin ishlatiladi. Xalqimizda qovun urug'i yog' saqlovchi urug'lar kabi ishlatiladi. Undan ham yog' olinadi. Zamonaviy ilmiy tibbiyotda qovun urug'ining kuchli antioksidant, ya'ni o'smaga qarshi ta'siri aniqlangan. Saraton o'smasi haddan ziyod ko'p tomirlar hosil qilishi sababli tez o'sib rivojlanadi. Qovun urug'larining ekstrakti o'sma to'qimasida yangi qon tomirlar hosil bo'lishiga to'sqinlik qiladi va shu bilan birga o'smaning rivojlanishiga qo'ymaydi. Urug' qaynatmasini ayrim fitoterapevtlar siydik haydovchi sifatida qo'llashadi. Zamonaviy tibbiyotda qovun hali to'la o'rganilmagan.